Aks ettirish bo'ki. Aman rostlı rasmni bek chiroyli sizdik. Rostili yaxshi sizibdi. U rostili yo'q sizdi ekan a. Sizlar nimishqa o'zinglar yaxshi ko'rgan rasmni sizmaysizlar. Tuyuqsiz esimga kelib qoldi. Uyda ozroq ishim bor edi. Hozirlik kelaman. Rasmni xuddi tatqan rasmga o'xshash sizib beralaydigan narsa bada otamsan. Biroq u narsa bek zerikishlik. Nimishqa? Birinchidan tatqan rasmga o'xshash sizgan narsani ishlatgandan ko'ra suratga tushsanglar bo'lmadimi? Boshqalarning hammasi shundoq yaxshi sizibdi. Sal turib bir-birimiznikidan almashtirib ko'ramiz. Agar boshqalar buni ko'rsa cho'qim meni mazoq qiladi. Buni sen sizdingmi? Nimandaq kulkilik. Bo'ladi, sana berib turay. Yaxshi bo'ldi. Qo'lli shakllik aks ettirish bo'ki va 24 xil ranglik avtomatik qalam. Bu bo'kni kiygan odam ko'rgan rang va shakllarni bo'k kontrol qilib turadi. Qalam barmoqlarni kontrol qiladi. Men undaq chiq gaplarni qilma. Buning bilan fotosuratga o'xshash rasmni sizg'il bo'ladi. Buni biz inson foto apparati deymiz. Sinab baqa. Dadam uxlab qopti. Hech qisi yo'q. Bekni dadamga kaydirib qalamni tutqizib qo'yaylik. Dadam tishida ko'rganlarini sizyotdi. Ha, nima degan qaltis? U xushal holda lo'nqini ko'tarib olibdi. U qandoq tush ko'rgan bo'g'itdi. Agar dadamning burun ko'rgan tushlari esda bo'lsa, uni sizib chiqqil bo'ladi. Dadamning 5 minutdan ilgari ko'rgan tushlariga to'g'rilab qo'yay. Ha, aslida golf to'p o'ynab tush ko'ribdi-kanda. Menmi sizib boqay? Yaxshi sizibsan. Bo'ldi, amis men ketdim. U kimdi? Opa, nim bo'ldi? Baya yo'lni o'tib ketayotgan birisi menga salom berdi. Men uni bir yerda ko'rgandek qilaman, biroq esimga olmadim. Undaq sizib beqing, cho'qim esingiz keladi. Biroq men rasmni yaxshi sizolmayman-da. Hech qisi yo'q, buni kiyib olsangiz bo'ladi. Oy, mening qo'lim o'zligidan harakatlanyotdi-ku. Bu qanday ish? Tashing. Rasmni bek yaxshi sizibsiz. Bek yaxshi bo'pti. Ha, opsi, mushundaq talantingiz bor ekan, bilmay yuribdik. Bu rasmdagisi bizning bosh direktorning xonimi-ku. Oy, balroq bilgan bo'lsam, uning bilan obdanroq salomlashmamdim. Ha, bu narsa bek yaxshi ekan. Ko'pchilik bilan o'rtaq ishiltay. Hey, Shokchek, mashina bekti qayerda dapagina? Ha, o tarafda. U odamga nim bo'lganda beklar aloqsadi ko'rindi-ku. Chatoq bo'ldi. Sizni so'rab baqay, boya, eliq narsani ko'rdingizmi? Eliq ajab ochchig'imni keltirdi. Eliq narsani. Eliq Tushundingizmi? Tushundingizmi? Eliq narsa deyman, eliq. Shundoq gap qilib men jiyli qilyaptingiz. To'g'ri, buni ishilting. Ha, endi bo'ldi. Men faqat rasm chizolmaydim. Meni sizda otamsiz. Tozama bir. Rasmni bek yaxshi sizdim-ku, ben xo'shib ketmayman. Soqchi idorasi? Shundoq dal shu ya. Soqchi idorasini esiga ololmabdi. Qaraganda bu odam sal qalva ekan. Soqchi idorasini izlaydigan biror ishingiz bormidi? To'g'ri. Men eliq narsani yutirib qo'ydim, to'g'ri. Eliq nima? Buni ishilting. Men rasmni yana shundoq yaxshi sizdim, ben xo'shib ketmayman. Somka? 10 million yen qashlangan somkani yutirib qo'ydingizmi? Nerede yutirib qo'ydingiz? Tafsili sizing, tez bo'ling. Tafsili sizing. Men o somkini telefon bo'tkisida yutirib qo'ydim. Men telefon berib bo'lib somkini bo'tkida unutib qoptiman. Keyin to'yuqsiz esimga kelib qaytib kelsam, afsus. Siz qaytib kelganda somka yo'q, shundaqmi? Birasining ip ketganini ko'rgan odam bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Ha, to'g'ri. It, boyadan beri sen mushiya deyding, shundaqmi? Ha, ola, sana topshirdim. To'la chaqchaqa men eshitma rasmsiz olamdi. Bu 10 minut ilgirki telefon bo'tkisi, somka texichi bor ekan. Bu Musa har 10 sekund o'tgandek rasmni suzib chiqayli. Musha odam yeb ketibdi emasmi? Nima? Musha odammi? U boy mashina bekitib taraf ketgan. Bu odamning chiroyidan haqiqatan mubak askiligi chiqib turadi ekan. Tezdan soqchi idorasiga borayli.
Biroq eliqini qanday qilamiz? 10 milyon nima? To'g'ri, 10 million qochirilgan somkini. Soqchi efendim, bu emni 10 ko'rdingizmi? million. Mening 10 million qochirilgan somkam yetib ketdi. Bu odam hozir bizning soqchixonada. Topdim. Mening somkam shu. Ha, oxiri topdik. Hiliq odam shukan. Bu odam boya telefon bo'tkisidan bu sumkani tepib olib, soqchixonaga topshirib bergili kepti. Bu somka bek kichikkan-ku, ha? Xato gap qilib qo'yibdiman. Men mashina bekitining qishida soqchixona bor deb ag'lab shuni sendan so'ragan edim. Sizga ko'p rahmat. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Rahmat sizga. Bek yaxshi bo'ldi. Ha, men rasm chizishni unutib qolibdiman-ku. Ha, mushiyaning manzarasini chizsam bo'lg'uday. Ha, birdan sizib bo'ldim. Rostla bek oson ekan. Nima buni doshing sizdimi? Xuddi topgan suratga o'xshaydi ekan. Foto surat qo'y. Doshingning sizg'iniga ishonmayman men. Ahmoq, rasmni yoqsizamog'ashqa rasmga tortibli kapti. Nima degan kulkili ish bu? Undoq emas, uni rostla o'zim sizdim. Rostlayapman sizlarni oldimidim. Ko'pchilik yurma ketayli. Ha, ketmanglar. Odamchi. Nimishqa bundoq bo'ladi? Zodi nimishqa? Zodi nimishqa? Kayfiyatni o'lchigich. Zodi qandoq deysam bo'la? Tazima bir. Bu oyda yana chekinibdi. Sana nim bo'ldi doshing? Bugungi imtihon natijam bek tuvan. Opamga qandoq deyishni bilmayapman. Sen qaysi imtihonni yaxshi berib boqqan? To'xtab tur shodingdan. Bu gapni opamning kayfiyati yaxshi emas chog'da desam, u cho'qi meni bek tillab ketadi. Shunga men hozir opamning kayfiyati yaxshimi emasmi deb kuzatyapman. Tozimi bir. O degan amaliy masala. Bu bek oson. Kayfiyat o'lchigich. Bu qarmoqqa odatdagi lo'p aynakka o'xshasimi, biroq buni boshqalarga to'g'rilab qarasalar, aynakda havorayiga o'xshash ma'lumot ko'rinib, shu odamning kayfiyatining qandaqligini deb berdi. Ha, bu bek qulaylikkan. Ha, shundaqmi? Bulutliqkan. Qaraganda opamning kayfiyati yaxshi emas o'xshaydi. Shodingdan endi qandoq qilsam bo'la, ha? Eng yaxshi ati degin. Voy, kimni izlaysiz? Ha, dadisimi? Nima? Siz ag'an loteriyadan 100 ming yil mukofot chiqibdimi? Bu bek yaxshi bo'pti-ku. Opamning kayfiyati parlab turgan quyoshga o'zgardi. Tez berib hozirla degin, tez bo'l. Opa. Ha, nima ish? Sizga desam, men bugun imtihonni yaxshi berolmadim, kechiring. Bo'ldilar, baribir o'tib ketgan ish. Natijang bundoq to'van bo'lsa bo'lmaydi. Biroq keyin cho'qim tirishib, yaxshi o'rgangin. Bak yaxshi bo'ldi. Ilmi yaxshi opam xafa bo'lmadi. Bu narsa bek qulaylikkan. Jinshangning kayfiyatida yomg'ir yog'yotidi. Jinshang, bir ishdan andish qilyapsiz? Yo'q, siz qandoq bilib oldingiz? Hozir ko'nglim bek yerim. Uyimizdagi mushuk tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Chatoq bo'pti. Shodingdan uning amal tepasam qandoq? Har qancha yomon bo'lsa-mu, uning nadligini bilmayman-da. Hammamiz birga izdaylik. Men mushukka betmish, Jinshangning mushugi bo'lsin bo'pti. Uni toza bo'za qilib o'ynamasam. Qaytib kel. Shofu! Toshing, nemish? Jinshangning uyidagi mushuk yo'qolib ketibdi. Sen ko'rdingmi? Ha? Jinshangning mushugi men ko'rmadim. Rost. Havorayi o'zgarib turyapti. Sen gumonliq. Bu nima deganing? Qarag'anda sen yolg'on aytibsan. Men yolg'on so'zmidim. Shofu, bu mushuk bizni oyda nima ish qiladi? Mening mushugimkan. Ha, asli bu Jinshang qizning mushugi ekanda. U bek bichar ekan. Uni boyi birisi bog'lab qo'yibdi. Rahmat amma. Mushugimni oxir topdim. Voy-ey, mushunda qamlashmagan ishni zodi kim qilgandi deyman.
Müşkin tapalığımız yaxşı bo'ldi. Shundoq, rahmat sizga Toshyoq. Aras Toshyoq, voy siz mening ko'nglimning yerim bo'lganligini qanday bilib oldingiz? Men buning bilan bilib oldim. Buningda kishilarning kayfiyatining yaxshi yoki yomonligini bilgili bo'ladi. Qarliqqa ko'rib baqsa bo'lamdi. Hey, Daşung! Qanday qiziqarli narsa u? Chiqiramanmi ko'rib boqay. Bu degan lopaynak. Buning bilan boshqalarning kayfiyatini bilgili bo'ladi. Sening kayfiyating yaxshi emas ekan. Chunki men boya opamdan tilishdim. Rost, buni menga berib tur-a. Jinshanga qarab boqaychi. Endi Shodingdanga qarab boqay. Endi Daşung sanga qarab boqay. Nima hammanglar o'xshashligu? Mening o'xshamaydigan havorayni ko'rgan boshingga buni men ap ketay-a? Hammasi shunday bo'lsin. To'xta, uni men qaytirib ber. Oy. Havo tutuldi. Bak yaxshi bo'ladi ekan. Endi qarab boqay nima ko'rindi ekan? Ochiq kelganda chaqmoqchi qiladi ekanda. Bu men bunda qilma. Hech yo'q, hech yo'q. Hozir yomg'ir yog'ib turibdi. Bu bodak ruhsizlik bo'lgan bo'lamdi. Sen unda qiymanchilarni qisindapti. Qop. Chatoq oldi. Qanday qilsam bo'la? Dadam kelgu. Ajab beshim qotdi. Uning holati sal g'alati ko'rindi-ku. Men qaytib keldim. Dada, siz qaytib keldingizmi? Bu lotereya biletining ishi. Men keyin tafsiliy qarasam, bir nomer o'xshamaydi ekan. Kechiring. Tazimi bir, men aslida sizda kalva odamni ko'rib boqmagan. Chatoq bo'ldi. Chaqmoq chaqyotidi. Toshyoq! Nega borasan? Bu qitim imtihonni yaxshi berasan-ku. Tez uyga sho'lib kirgan. Seni qo'yacaq. Odatkicha bo'lib qoldi. Bo'ldi. Bu taraf. Ish bo'ldi. Kulibrak tur. Buni keyinga qila. Sal yanima keyinga. Gashirda mundaqda beshimni bekatdim. So'rab baqay. Mishqa tuyuqsiz degan mishqa. Joning o'zini sizg'anlarni qilib qo'boda chofu. Taqos sizga ras ekan-ku. Chunki tog' keladigan uning nim bo'g'iydi. Iliq boshqalarning sizgan rasmini yoki o'ygan haykalni ko'rib ajoyib gaplarni pul topadigan odamchi. Shuni nim deydi? Undaqda o güzel san'at bahalığıcı To'g'ri, dal shu. Biz sizgan rasmlarimizni iliq bahalığıcıga bağladik ekanmiz. Bu ko'pchilikka rasmning qanchalik yaxsizligini bildirib qo'yadigan fursat edi. Bo'ldi, qarab turmay tez boyanqidek turib bera. G'ayrat qil. Yaxshi. Hürmetli görürmenler, bugün ikinci günü. Rangni yaxshi beribsiz. Biroq texnikangizni yana o'stirsangiz bo'g'idek. Tag'am, meningini ko'rib beqim. Akilanga ko'rib boqay. Jinshan rasm chizishda xeyli ko'p ilgirlabsiz. Biroq sal qalaymiqon ko'rindi ekan. Rahmat. Sizdan burun obdan o'yinib sizdan. Taga, endi navbat menga keldi. Sizni avar qildim.
Yaxşı zamaptımam va. Bu ne bek yaxshi deb ketgili bo'lmasimi? Biroq nima desam bo'la? Odamga bir xil strolik tuyg'u berdi ekan. Meningcha senda rassomlik talanti bor ekan. Obdan mashq qilsang cho'qim danglik rassom bo'la Ha, olasan. Rasmat ağa? Albatta. Bek chiroyli sizibsiz. Men burunli Şaufuning rasm chizishda talanti borligini bilgandim. Toğa, meningkinim ko'rib beqing ha. Qandaq, bu rasm sizga qandaq tuyg'u berdi? Shakchik, bu rasmni sen yesterdik vaqtingda chizganmiding? Ha? Daşın bo'ldi yig'lama. Sening kayfiyatingni men obdan tushunaman. Seni maqtagan bo'lsa yig'lamaydan shundaqmi Daşu? Shundoq bo'lgandan keyin men maqtaydigan narsaning birini chiqarib bergin ha. Hilgar ablah, tozimi bir. Maqtug'uchi mashinadan. Mayli qanchalik nachar bo'lsa-mu, u seni maqtaydi. U maqtsalar boshqalarmi maqtaydi? Ha, rost shundoq bo'larmi? Ishonmamsan, men sana sinov qilib beray. Sen bek sat rasmdan birini sizg'in. Rostila bek sat sizibdi. Sizga rasmingni ko'rib ta'siratimni so'zlamdim. Unda qilolmayman. Men hargiz yolg'on so'zlamayman. Rost gap qilsam ko'nglingni og'ritib qo'yishim mumkin. Ha, tez bo'lsin, aqib baqayli, tez bo'la. Baqalsgan. Bu resimni pek yaxshisisan Daşım. Bunu rastımı sensizdingmi? Tez aprab dadamga ko'rsataychi. Men dadamga ko'rsatib kelay dadasi. Daşon sızgan resim bolsa men hergiz ko'rmayman. Chunki birinchidan uning ko'nglini og'ritishni xohlamayman. Ikkinchidan Bek yaxshi. bek yaxshi sizibdi. Bu haqiqiy bir talantli sızgan resimkan. Kichik vaqtimdagi eng cho'ng orzuyim cho'ng bo'lganda rassom bo'lish edi. Qaraganda Daşon mening orzuyimni amalga oshirga o'xshaydi. Bek yaxshi bo'pti. Bek yaxshi bo'pti. Sen oshirib etdingmi qandoq? Shundoq. Boshqalarning maqtishini obdan anglab kel. Biroq ularning hammasi yolg'on. Sizgan rasmimni yaslaydi sizganmi deydi ha? Qarab turing. Qandaqli sizsam toza o'xshamayotidi. Bo'ldilar, sizmayli qo'yay. Hey, kapsiz küçük. Naladi yurib, kimning qo'nchig'ini tepkagansan tozimi bir. Bu bir rassom qo'nchoqkan-ku. Ustida texi bir konubkisi bor-kan. Sen rasmingni yana ko'rsatgilmayapsan-da? Akilar ko'rib qonig'idek bir kun o'valay. Sizlarga ko'z tutib qo'yay ya, lekin qo'rqib ketmanglar. Men ketdim. Tezini topay. Mushedimidu, mushak tushib qolganmidu? Uni topolmasam qandoq qilaman? Zodi nerede qolgandu? Ko'pchilik bu yerda uzun turolmanglar. Bir odamdan faqat 3 minutda ko'rishiga ruxsat. Mona Lisa'nın kulkusu sizsiz resimlerini aldı değişti bir hesap emez. Bek yakışsız siz bek yakış çıktı o adamı bek tesirlendirdikken. Qistashmanglar. Bir odam faqat 3 minutlik ko'rsa bo'ladi. Bu yerda uzun turolmanglar. Dünyadaki erkekte bir talant egizken resimde bek yakışsız siz rastlı bek yakışsız siz. Ko'pchilik qistashmanglar. Qistashmanglar. Sizga talant tegisi. Yaxshi chiqdi.